Titanlar tomonidan buzildi. Kamida 14 ta titan shahar ichiga kirib borgan. Bandargoh oldida evakuatsiya ishlari boshlanganligini rasman ma'lum qilaman. Zudlik bilan ocharchilik va ommaviy sarosimaning oldini olish chorasini ko'ring. Hurmat bilan bosh razvedkorpus qo'mondoni Ervin Smith. Konnichiwa Susanbal ahli. Bugun biz IMDb saytida reytingi 9 ballni tashkil qilgan va anime janrining eng mashhur loyihalaridan biri sanalgan Titanlar hujumi animesi haqida batafsil gaplashamiz. UPM moslamasini hozirlang, biz devor ortiga yo'l olyapmiz. Oldindan ogohlantirib qo'yay, mazkur videomiz xiyol spoilerlar va barra tafsilotlarga boy bo'ladi. Qolaversa, donishmand xalqimiz aytganidek, zar qadrini zargar bilar, like qadrini bloger. Shu bois videoga like bosishni ham kanda qilmaymiz. Titanlar hujumi Hajime Isayama tomonidan yozilgan va chizilgan Yapon post-apokaliptik mangasidir. Mazkur manga 2009-yildan 2021-yilga qadar Yaponiyaning Kodansha nashriyot uyi tomonidan oylik jurnal sahifalarida chop etilgan. Titanlar hujumi mangasining voqealari 19-asr Yevropasini eslatuvchi xayoliy olamda sodir bo'ladi. 2013-yilda manganing birinchi jildlari 25 qismli anime serial sifatida suratga olindi va shu yilning o'zida loyiha taqdimoti bo'lib o'tdi. 2022-yilda esa Titanlar hujumi seriali 4-mavsumining so'nggi epizodi namoyish etildi. Ijodkorlarning rejalariga ko'ra bu qism oxirgi bo'lishi kerak edi, lekin Mappa studiyasi serial davom etishini hamda navbatdagi qismlar 2023-yilda namoyish etilishini e'lon qildi. Ayni damda serial jami 4 mavsum hamda televideniya orqali namoyish etilmagan qo'shimcha qismlar, ya'ni anime tilida aytganda ovalardan iborat. Titanlar hujumi dunyosida insoniyat yillar davomida ulkan jonzotlar, ya'ni titanlar bilan kurash olib boradi. Dahshatli titanlar aql idrokka ega bo'lmagan, lekin odamlarni yeb bu ishdan zavqlanadigan ulkan maxluqotlardir. Uzoq davom etgan qonli kurashlardan so'ng omon qolgan insonlar o'z mamlakatlarini titanlar hujumidan himoya qilish uchun Mariya, Roza hamda Shina kabi ulkan devorlarni barpo etishadi. Ma'lum vaqt odamlar devor himoyasida tinch totuv yashay boshlaydilar. Biroq devorlar qad rostlaganidan 100 yil o'tib, tashqi devor oldida tom ma'noda havodan buyuk super titan paydo bo'ladi. Bahaybat titan devorning bir qismini vayron qilib, boshqa titanlar uchun yo'l ochadi. Shahar ichiga kirib kelgan ulkan maxluqotlar insonlarni yeyishga tushishadi. Titanlardan biri bosh qahramon sanalgan Eren va uning o'gay singlisi Mikasaning ko'z o'ngida ularning onasini tiriklayin yeb tashlaydi. Shu kundan boshlab yosh Eren insoniyat uchun qasos olishga va jamiki titanlarni qirib tashlashga va'da beradi. Titanlar hujumi voqealarining markazida 3 ta bosh qahramon Eren Yeager, uning o'gay singlisi Mikasa Ackerman va ularning bolaligidagi do'sti Armin Arlert. Shiganshinaga bo'lgan dahshatli hujumdan so'ng uchovlon ichki devorlar ortida boshpana izlashga majbur bo'ladi. Ammo uzoq safarga otlanishdan avval Eren Yeagerning otasi Grisha Yeager unga yerto'laning kalitini tashlab ketadi. Mazkur kalit va bu yerto'lada saqlanayotgan narsa barcha savollar hamda jumboqlarning javobidir. Lekin yerto'la joylashgan uy titanlar tomonidan egallab olingan shaharda qoladi. Buning natijasida bosh qahramonlar va umuman insoniyat Mariya devori ortidagi hududni tark etib, ichki devor Roza ortidan panoh topadi. 5 yil o'tgach, titanlar Tros shahriga bostirib kirishdi. Askarlar, jumladan ulg'aygan Eren, Mikasa va Armin ulkan maxluqlar bilan jangga kirishadi. Aynan mana shu jangda bosh qahramon Erenni titanlardan biri yeb qo'yadi. Bu voqea anime syujetida aql bovar qilmas burilish yasab, sizni tomoshabin sifatida o'rindiqqa mixlab qo'yadi. Mazkur sahnadan so'ng siz mayda insonlar va bahaybat titanlar o'rtasidagi kurashdan nigohingizni uzolmay qolasiz. Xo'sh, nima sababdan titanlar hujumi tomosha qilishga arzigulik loyiha?
asl manba, ya'ni manga va serialning asosiy yutug'i Titanlar atrofidagi jumboqlar, har mavsumdagi keskin syujet burilishlari va ajoyib fentezi dunyosi bilan bog'liq. Titanlar hujumi 2009-yildan, ya'ni manga chop etilgan kundan boshlab haqiqiy hitga aylandi. Manga asosida suratga olingan serial esa loyihani eng zo'r animelar shohsupasiga olib chiqdi. Titanlar hujumi bu urush dahshatlari haqida so'zlovchi qorong'i va ta'sirli hikoya. Masalan, bahaybat Super Titanning kompaniya manganing amerikancha talqinini suratga oladi